uni ustidan kulishdi, mazax qilishdi, lekin aynan shu narsa uni orzusini amalga oshirdi. O'rtoqlar, hozir sizlarga boshlang'ich sinf studentini Amerikada judayam ko'p shov-shuvga sababchi bo'lgan hikoyasini aytib beraman. 2019-yil Floridada elementary schoolda, ya'ni boshlang'ich maktabida qizi kirishni orzu qilgan kolleji futbolkasini kiyib kelish kuni bo'ldi. Ko'p bolajonlar shu o'zi orzu qilgan universitetlarni futbolkasini kiyib kelishdi. Faqat bitta boladan tashqari. Afsuski, bu bolani ota-onasi sotib olishga puli bo'lmagani uchun u bola o'sha tsvetdagi, rangdagi oddiy futbolkani kiyib, logotipini esa qo'lida chizib, yopishtirib kiyib keldi. Lekin afsuski, o'rtoqlari, sinfdoshlari buni ko'rib, ustidan kulishgan va masxara qilishgan. Bundan juda ham xafa bo'lgan bola yig'lab o'tirgan paytda o'qituvchisi bundan xabar topib, uni ta'sirli voqeasini internetga, Facebookga post qilib joylagan. Va unda aytilishi bo'yicha, agar kimdir iloji bo'lsa, shu Tennessee universiteti bilan bog'lanib, shu logotip tushirilgan kiyimni shu bolaga olishi haqida yozgan va u bolaga Amerikani har xil chetidan Tennessee universitetini logotipi tushirilgan faqatgina futbolka emas, kiyimlar, boshqa aksessuarlar va har xil sovg'alar kelishni boshlagan va albatta Tennessee universitetining administratsiyasi ham bu haqida xabar topgan. Eng xursand qiladigani shundaki, Tennessee universiteti bu bolachani chizgan dizaynini haqiqiy universitetni logotipiga aylantirgan va shu logotip bilan futbolkalar ishlab chiqarish boshlagan. Lekin bir necha kunda veb-saytdan 115 mingta odam sotib olgan va juda ham ko'pchilik yana pre-order bergan, ya'ni ko'pchilik sotib olmoqchi bo'lgan va $950 ming, ya'ni shu hamma sotilgan futbolkalarning bir qismi anti-bully, ya'ni haqoratlarga, bullyga maktabda qarshi bo'lgan organizatsiyani qo'llab-quvvatlash uchun ketkazilgan. Eng asosiysi, endi bu bolani 4 yillik Tennessee universitetida bepul o'qish, ya'ni faxriy stipendiya kutyapti. O'rtoqlar, ba'zi holatlarda siz eng tubdaman, eng yutqizganman, hamma menga qarshi degan paytingizda aslida o'sha narsa sizni eng katta yutug'ingizga sabab bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ring.